sabr iymonga nisbatan tanani boshiga o'xshaydi. Ya'ni tanani sog'lom va tirik saqlash uchun nima kerak? Bosh kerak. Boshi uzilsa insonni, tanasida hayot qoladimi? Qolmaydi. Iymonda ham sabr shunday, bosh insonga qanday kerak bo'lsa, iymoniga sabr shunday kerak. Agar iymon, sabr ketsa, iymon qolmaydi. Nima uchun bunday deyaptilar? Sabr o'zi nima? Habsun nafsi ala ma takrah. Nafsni istamagan narsasiga undash yoki ushlab turish. Nafsni istamagan narsasida ushlab turish. Masalan, ko'p o'qish yoqmaydi. Damogingiz keladi. Ko'p o'qishga majburlaysiz. Tushunarlimi? Ana shu nima uchun sabr? Iymonning boshi, iymon bir tana. Chunki sabr bo'lmasa inson ibodat qilmaydi, natijada iymon ketadi. To Allohning aytganini qilmaydi. Chidamaydi-da. Alloh qaytargandan qaytmaydi. Yoki musibat kelsa, Alloh subhanahu va taologa qarshi turishga, shak qilishga o'tadi. Natijada sabrsizlik nimaga olib keladi? Iymonsizlikka olib keladi. Yo Alloh buyurganini qilmasdan iymonsizlikka qarab boradi, yo qaytarganini qilish bilan iymonsizlikka qarab boradi, yoinki sabr musibatga chidolmasligidan iymonsizlikka qarab boradi. Sabr iymonga nisbatan tanani boshiga o'xshaydi. Agar bosh ketsa, tana yasholmagandaqa, sabr ketsa insonning iymoni yashay olmaydi. Demak, sabrning ta'rifi nima? Nafsga yoqmagan narsaga nafsni undash. Shuning uchun siz agar modomiki iymoningiz mukammal bo'lishini istasangiz, modomiki komil mo'min bo'lishni istasak, biz istamagan narsalarimizga, nafsimiz ko'nmagan narsalarga chidashimizga to'g'ri keladi. Mo'min shunda bilinadi.